Endi mening savsovning yana bir eng yoqtiradigan tarafim nima bo'lsa, savsovning psixikasi, psixolog vücudu hisobda. Bu o'zining kayfiyatini tanishga night mayr, baqqalti sirtga chiqolmaydi, haqqi bilinmaydi. Hatto bu o'ziningki shu kayfiyatining butkul qushunga ta'sir ko'rsatganligini his qilib bo'lgan. Shunga bu qushun bo'lib jang qilgan vaqtda o'zining kayfiyatini night yaxshi tutadi. Amalva açıqlanmaydı. Amalva ilqi sırtıq başqalarga bilinmay, jimli turib oldi ishki hissiyotiда. Shunga shundaq jiddiy jang vaqtdirdimi, aqlini to'liq joriy qildira oladi. Masalan, biz eng qiziydigandan birisi Machavni qo'g'ilgan vaqti shundami? Machav dahshat qo'g'laydi. Ot deganda taqiraq chap turib, qizil yaktak savsovni qo'g'langlar deb savsov qechib berib yaktak degan sep tashvatdi. Taşvas kayimgeni qo'g'lab, uzun saqalliq savsovni qo'g'langlar. Savsov yendan sharti saqlar uchun chiqirib, qipil saqalni evatdi. Shular buni Machav ko'rib qilib yana qisqa saqalliq savsovni qo'g'langlar. Sharti bitta qizil yog'liqni chiqirib, chigib qochirdi. Ma ish chaqmaqsizlik bo'layotgan ish, jonni olqonga epqib qechayotgan vaqtda shundaq tiz surat bo'layotgan ish ma degan, undaq aldirmay xiyol qilgan vaqt yo'q. Demek savsovning mushundaq vaqtimi jiddiy, tulkidaklik kallasini shiltalishi nayt qaqvashligi uchun endi mishar aran qechib berib, eliqi nimsi kirsa, baliq kirsa, buning eliqi sarvaz aqlman degan jiddilishib, yig'lab aran qoldi. Savsov qanday qildi bo'ldi kirib o'zini tutib, pochi kirdi. Machav degan ras yomon ko'g'izmonlar tas qoldi. Jenim nağlı. Ki men boşarım emas, unda qasam öldürəməydim. Dep, yeni kayfiyatını doğrulab qoydu. Endi mushundaq jiddiy vaqtimi undaq to'xtamay aql ishlatib, rangmazlik qilish odatdagi odamning qo'lidan keladigan ish emas. Chun andin savsovning eng cho'ng mag'lubiyati Chibidajanga qarsa, savsov bu yerda 100 necha ming lashkardan 1000 lashkar aron qoldi. Aron qilib bir yergacha jon olqin aron qechib kas qarsa 1000 lashkar qolgan. Qars bu hammasini ustiga qo'rqib, beliqi jiddilashib, kayfiyatga noldan tamanman chiqaradi. Turib to'xtadi. Yeni yuzning kayfiyatini tanisha oladi. Yeni kula oladi bu yerda. Kulib bitdi bu yerda. Kulib ketganki, voy, nima bo'ldi savbegim, nima kuladi turib ketdi. Da qarab, qaranglamay yo'lni. Qapaqqa o'xshaydi ekan. Bu shuning qaraganda ko'nglimga bir qapaq vashga. Men bo'lganmasam, mash qapaqdagi yo'lning oldiga 2000 lashkar qilib qo'ysa, qapaqni itib solib olsa, biz baribir qochanmaydi. Qanot chiqib uch ketolmaydi. Deb bo'g'ichi Chongshan Jovzulung deb la Jovzulung bostirib keldi. Qacha tikyapti bu yerda. Bu yerda ora qachib ikkinchi qatim keyin yeni kul oldi jumlar. Mau ajoyib katta ish bu. Mushundaq cho'ng mag'lubiyat, cho'ng ziyon tatgan vaqtda yeni kul olish degan bak cho'ng ish mau. O'ylab baqing gül bayılık kuşun hemmenimden ayrıldı, candan ayrıldı endi. Şu kalsam kaldı, yoxtup qo'ydigan başqa işimiz qalmadı. Bundaq ziyan bizi kip qalsa, yuvan şavda qan qusib bilib qalaman ki men bo'lsam. Demak, men ikkinchi qatim yeni kul oldi. Kulib nima bo'ldi desam, qarang'lama chiqib yoldi. Masha qo'yganmasam yeni ulaykanmiz. Bu ko'nglim yenilsal o'toqshman deb bo'g'ich. Yenilik jon edi deb vaqirab jon feshurab keldi. Qaç tikyapti. Endi bu yerdan qechib, uning kayni Xuaron yo'lining og'ziga kelgan vaqtda, bu yer savsov turib, yeni kal ishlab ketdi buni. Yeni o'ylab qo'yib qoldi. O Joyu bilan Kunming ikki danishmanning o'ylig'ini savsov mushundaq nol sharoitda, mushundaq ziyon tatgan kallisi elni bitay deb qolgan sharoit turib, yeni qo'yib qoldi. Nima dedi? Qaraganda bu Joyu bilan Kunmingning niyati birdek emasga. Bu ikkisi meni mag'lub qildi haqiqatan. Mag'lub qilgan bilan har ikki yilsi hozir mening kallam bilishdan qo'rqyapti. Bu bizga ashaddiy raqib bo'lib qolishdan qo'rqyapti. Demak, biz o'lmaydikmiz. Men biladim, insonlar o'lmaysizlar bugun men deb qo'yay. Hamda bu sulh ittifoqimi hargiz uzoqqa borolmag'idek deb hammani bilib bo'ldi. Ham Xuaron yo'liga manganda buni yana ham tiqachib, endi bu yerda bardar shamshirini ko'tarib go'yu kelib qoldi-da, endi bu savsov haqiqatan bir psixolog, notiq. Yana darhol o'zining kayfiyatini o'ngshab, go'yun yo'gab ketdi-ku yana. Amaliyotda bu yerda mu haqiqatan to'g'ri. Bu yerda hammashining ommaqlik damiga bor. Demak, savsov burun qilgan yaxshilikni, eliq 5 o'tkalda o'tkicha 6 sonig'ini o'ldirayotgan, ma o'z minib kelayotgan balman so'qgan ishlarning javobini qaytaradigan vaqt keldi endi.
Hem de alıdı bu mu? Demek bu yer Guayu'nun acizliğini tutup aldı hem degandek ammakның dämigi var oldu. Şunun bilen bu sağ bu yerden kutulup gelip ketdi. Endi bu yer ketkendan keyin uyga beripla bumu o'zini tashlatdi. 2-3 kun qopmay yatdi, uxladi. Şunun bilan lekin bir kun shundoq tinch bu butkul qo'shin, ele qechib kelayotgan o bo'lgan jig'izlar o'ng turib, bu bo'lmabdi. Men chiqmasam bo'lmoqdakda. Xuddi mendeklar qaltisini tuxdim bir so'zlar. Hammasining kayfiyatini yuqori ko'tarib, ishni o'ngishibdi. Hammasini kuldira oldi, ruhlandira oldi. Naqmash vaqtda eng muhim bir shaxs, eng muhim bir donishmand o'tirib chiqib qoldi. Kimni bayqab qoldi ya bu yerda? Ondan bir qism do'stlar mendan hozir uyda kunda beka o'ltirib yeb-yetib pul chiqim bo'ladi vadi. Ancha-muncha kirim qilay deb, do'yindan kirim qilay deb qilsam, sizga o'xshash so'zlaydigan bilim yo'q va yoki naqsh muzika jihatda bir alay talantim yo'q-ka. Men tashqi pirvat degan narsani o'ynab baqay degan, sizdan so'rab baqay degan deyimdi. Yani bu tashqi pirvat jihatdan men asosan bilimsiz-chu, ya mening burun o'ynab baqimim uqib qoldimi va yoki mashbal bilamki deb so'rg'a o'xshaydi. Hamda bu yerki tashqi pirvat degan nima desak, masalan, dollar, oltin, kumush, nefit, paychik qatorliqlarni üyüsüyüş kuch nisbatiga asosan elib mushundaq bir o'ynash usullari bu. Asli bu mu naytdi yaxshi bir xil pul tepish usuli bilganlarga nisbatan. Buni nurg'ullar hech qanday bilim yo'q, o'rganib baxmay, do'yindan ko'rib olgan bir ikki tal shupinga qog'ini o'zining ganjosiga tayinib, xuddi bir do tikkanga, loteriyaga o'xshash o'ynab silib, bir oyda necha 10 ming ko'p pulni yo'qotib, shuni ona bo'lmaydigan narsaga amaliyotda buningmi biz nazariyasini, uchurlarni belgilab o'rgangandan keyin buningmi bir qoidasi, ehtimollik nazariyasi bor. Az deganda 75% to'g'ri hukm qilib bo'ldi oldin. Ammo siz texnik cho'nqurlab, texnik yaxshi tadqiq qilib o'rgansangiz, buningki ehtimolligini 90% gacha ko'tarib bo'ldi. Bu rost. Bunda o'ynab pul tepatqalim nayt nurg'un. Yani bu jihatga bilimni maxsus mushsad menib mushsada tadqiq o'rganib menayotgan bir do'stim tavsiya qilay. Do'yin nomerini asliq aytib qo'ydim. Telefon nomeri Pinginchuga aloqalash numarini qoldirib qo'ydim. Qiziqadigan, yoqtiradigan do'stlar, qachilab ayrim paranglashsanlar bo'ldi, sizlarga haqsiz mulozimat qildim. Men Qodining film sistemini sanlar, zirkmay, tirkmay tushuntirib qo'ydim. Rahmat.